Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz ko'rganlaringizdek yo'lning ustida bo'ladi. Shu ko'rib turgan 4 etajli domimizning 2-etajida 2 xonali xonadonimiz sotuvga qo'yilayotir. Domni ko'rishingiz mumkin. Urganchdagi eng yaxshi domlardan yo'lning bo'yinda. Mestosina keladi bo'lsak, banimiz ko'rib tursizlar, gastronom Jaloliddin Manguberdidan kelaverish bo'ladi. Banda Mittivoy Media Park bo'ladi. Bir Bellissimo chorrahasi bo'ladi. Domimizning arkasida esa banda Oblastnoy больница joylashgan. Ko'rganlaringizdek, shahrimizning qoq markazi. Asa ketdik, uy nishon taraf bilan dons chiqsa. Ikkinchi qavatimizga yetib keldik. Ko'rib turganlaringizdek, podyezdimiz ham akkuratni yaxshi saqlangan, toza domda. Shu do'rimizdagi xonadon bo'ladi ekan. Giraverish eshiklarimiz yaxshi sifatli demir eshiklardan qo'yilgan ekan. Ishon tarafına giradi olsak, uyimiz dor emas, keng tushgan. Giraverishimizni ko'rishingiz mumkin. Eni 2 metr, uzunlik ham uzun ekan. Oyoq telarimizga g'ol döşalgan ekan. Berimizda registr qo'yilib ketilgan ekan. Sanuzel bilan hojatxonasi отдельный bo'ladi. Bon tarafimizda hojatxona, kafedan chiqib turibdi. Berimizda esa oshxona joylashib qoladi. Oshxonamiz ham kichkina emas, uli tushgan, choy ichib o'tirmoqqa bo'ladi. Xolodilniklari yetadi ekan. Televizor bilan beram registr qo'yilgan. Aynalarimiz akvayna. Aytganimdek, yo'lning bo'yinda aynan. Görseniz mümkün. İşte doğumuzdaki domlara o'xshash qatorda ki dom. Yaxshi domda karvishdan qurilgan. Pishgan karvishdan. Duh konturni kotyollarimiz ham qo'yilgan ekan. Hamma joylarimiz o'tib turibdi. Aristollar ham bo'ladi ekan. Gaz plitasi. Berimiz ham uvi tushgan ekan. Bon tarafimizda esa zal bo'ladi. Zalimiz ham kichkina emas, katta tushgan. Patologlarimiz biik. Oyoq teylarimiz ajoyib hollarda döşalgan ekan. Registrlarimiz o'tib turibdi. Ko'rganlaringizdek. Banimizda esa yotoqxonasi joylashgan. Oyoq teylari g'oli. Shuning ajoyib pardalar asilgan. Aynalarimiz akvayna. Registrlar qo'yilgan hamma joyimizda. Berimiz ham kichkina emas, oydin katta tushgan ekan. Bon tarafimizda esa sanuzel bo'ladi. Sanuzelimiz ham kafedan chiqib turibdi. Yaxshi holatda maniklar qo'yilgan. Ko'rganlaringizdek, yaxshi tushgan. Plani joyimizni kvadrati 56 kvadrat metr bo'ladi. Narxına keladi olsak 465 million so'm. Shahrimizni qoq markazida joylashgan toza domda 2-etaj, hadoyi mesda, hadoyi etaj. Telefon nomerlarimizni videoda yozib qoldiramiz. Bemalol telefon olib bog'lanishingiz mumkin. Siz sog' bo'lin, salomat bo'ling.